keling ochiqchasiga gaplashamiz. Ikkinchi ayollar, o'ynashli, lyubovnitsali, ular dunyo go'zali emas. Aslida birinchi ayollar ko'pincha dunyo go'zal, haqiqatan chiroyli, krasavitsa ayollar bo'ladi. Masligi praktikamdan aytaman. Erkaklar uchun ayollarning ozg'in semizligining umuman ahamiyati yo'q. Erkaklar uchun ayollarning qaddi qomati, sochini rangi, tashqi ko'rishi umuman ahamiyati yo'q. Agar men har kuni erim ishdan kelganda, qarang, sochim g'alatiroqmi deydigan bo'lsam, bir kun yetdim, 2 kun, 3 kun yetgandan keyin 4-kuni erim aytadi. Sochini ko'p gapiryapti, shu xotinim. Ish bitinch bo'lsa, ha, ozgina g'alatiroqga o'xshayapti deydi. Oxir oqibat kelyapti-da, kilolib shunaqa xo'rligim kelyapti, yig'lagilarim kelyapti deydi. Nega desam, men erim uchun shuncha harakat qildim, shuncha joyimni o'zgartirdim. Aslimni o'zgartirib yubordim. Men eski Xudo yaratgan holatimdan deyarli hech narsam qolmadi. Lekin endi erim yurib ketdi deydi. Xo'sh, nimaga alam qotsam, agar u ayol qanaqadir bir boshqacha bo'lganini ham tushunardim deyapti. U yurib ketdi, juda ham oddiy ayol bilan yurib ketdi. Sochini ortiqcha bo'yamagan, o'ziga ortiqcha oro bermagan, mana bunaqa qoddi uzun kiprikli qo'ymagan, o'ziga oro bermagan oddiy ayol bilan yurib ketdi. Nima qilay endi deyapti. Biz o'ylaymizki, erkaklarga qandaydir bir osmondagi, qandaydir bir boshqacha bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Yo'q, erkaklarning ayolga nisbatan munosabati bu sostoyaniya, holatdan iborat.